Ha, o'sha bizning Pojoq Launcher nomli birinchi Java Minecraftimiz. Ha, ko'rib turganingizdek, bu o'zimizning Pojoq Launcher, ya'ni Java Minecraft mana. Bu birinchi Java versiya. Faqat telefonlar uchun chiqarilgan edi. Ha, endi bu Play Marketda shaxsan qandaydir muammolar sababli olib tashlandi. Undan keyin esa Mojo Launcher, ya'ni mana bu ilova paydo bo'ldi. Shu ilova paydo bo'lganidan keyin sodir bo'ldi. Ha, kutganingizdek, bizning Pojoq Launcher nomli ilovamiz yo'q bo'ldi. Bilib turibsiz, ko'pchilik buni sog'indi. Bizning Pojoq Launcherimiz, bunda nimalarimiz bor edi? Endi yangilashgan Mojo Launcherga o'tsak. Ko'rib turganingizdek, Mojo Launcher qarshimizda. Mana hozir ism qo'yib oldim. Pojoq Launcher ham unchalik qiyin emas. Xuddi Minecraft Pojoq Launcher o'zimizning eski Minecraftimizga o'xshaydi. Barcha joyi shunaqa, nastroykalarda ham uncha o'zgarishlar yo'q. O'sha, hamma yo'q o'sha. Lekin bitta o'zgarish rang va uning logotipi va uning nastroykadagi xususiyatlar. Biz bugungi videoda o'rganib o'tadigan barcha narsalarimiz Pojoq Launcher va Mojo Launcherning har xil raqobatlari bo'lib o'tadi. Bugungi videoda siz raqobatlarni ko'rib olishingiz mumkin. Bir-biriga o'xshash ajoyib va g'aroyib ikki Minecraftni Java yoki Bedrock kabi va Java kabi va Mojo Launcher yoki Pojoq Launcher kabi farqini bilib olasiz. Qani endi bugungi video siz ham xuddi men kabi oddiy Play Marketga kirib yozgansiz, to'g'rimi? Pojoq Launcher 2 yoki Pojoq Launcher deb yozgansiz. Lekin birinchisida esa Mojo Launcher nomli yangicha ilova paydo bo'lgan. Bu sizni kallangizni portlatib yuborgan, xuddiki kabi. Ko'rib turibmizki, men shunday deb yozdim. deb yozib, albatta joylab qo'ydim. Chunki Mojo Launcherda unchalik xatoliklari yo'q, buglar ham kam, xuddi Pojog'imizga o'xshaydi. Buni ham birgalikda o'ynasak bo'ladi. Keyingi videolarimizda albatta o'ynasak bo'ladi. Bu ham Artdel tomonidan ishlab chiqarilgan Minecraft bo'lib, bunda ham xuddi Minecraftdagidek xususiyatlari mavjud. Xususiyatlari o'sha bo'lib, bunga kirganingizdan so'ng siz xuddiki oddiy bizning eski Pojoq Launcherimizning menyusiga o'xshaydi, faqat ozgina o'zgarishlar mavjud. Va bu yerdan siz Pojoq Launcherga kirmoqchi bo'lsangiz esa mana ko'rib turibsizki, bu yer umuman boshqacha. Axir Play Marketda Pojoq Launcher yo'q-ku. Nega? Siz Pojoq Launcherni qayerdan topdingiz? Boshqa ilovalardan esa kirmayapti-ku degan savollar bo'lishi mumkin. Buning esa javobi mening Telegram kanalim. Siz kirasiz va YouTube'ga Jesko Minecraft deb yozasiz va kanalga kirganingizdan so'ng unga albatta obuna tugmasini bosishni esdan chiqarmangiz va mana bu yerdagi еще tugmasini bosasiz. Bosganingizdan so'ng esa hozir mana nashatiya mana unaqa paydo qilib oldim. Mana еще tugmasini bosasiz. Bosganingizdan so'ng esa mana bu yerda TG kanalim
nomli joy bor. O'sha TK kanalimning ustiga bosasiz. Va avtomatически yangi kanalimga kirib ketadi. Jesco Group. Bu mening shaxsiy kanalim. Bunga kirib obuna bosib qo'yasiz. Lekin barchasi zo'r bo'lib ketadi. Ko'rib turganingizdek, bu ikkita podpischim borligi Jesco Play o'yinimda barchasi o'zimniki. Samarqand vlog ham bor. Emotsiyalar va bir narsalar bosib ketishingiz shart do'stlarim. Iltimos Supraga legenda olov bosib qo'yinglar. Mana turganingizdek mana shu kanalim Telegram kanalim bo'lib, shunga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi nom qo'yaylikmi debman. Galosov laqagan eskisi yaxshi, Red Shadow MC, Red Eagle, Hack Play. Yangi nomini qo'yaylikmi deb kanalni o'zgartiraylik deganda hammasini logotipini ko'rsatib chiqqanman. Mana ko'rib turganingizdek Red Eagle yaxshimi, Hack Play yaxshimi yoki Red Shadow MC yoki o'zimizning Jesco'imiz yaxshimi? Shuni ham yozib qoldiringlar. Iltimos o'tkazib yuboramiz. To'satak bu bir o'yinda edi. Xullas yangi video arafada modlarni ham tashlab turibman. Deb yozganman. Bu yerda Articraft serverida maksimum kuchaygan vyjvaniya bor edi. Mana xullas o'qib beraman. Xullas yangi video o'chib ketibdi. Nima ham derdik? Video chiqmaydi. Men deyarli tayyorlagandim, lekin o'chib ketgan. Hech qayerda yo'q. Afsus deb yozgan edim. Bu ancha oldingisi. Mana yangi video chiqish arafasida bu yerlarda hammasi bor edi. Versiya 1 deb yozgan ekanman. Esimdan ham chiqib ketdi. 35 kishi ko'rgan. Articraft serverida maksimum kutayamiz nomli ajoyib vyjvaniya qilgandim. Deb o'chib ketgandan so'ng chiqmaydi deb yozgan edim. Endi bu yerda mana Pojo Launcherning haqiqiy nimasi. Pojo Launcherning haqiqiy APK'si Base APK. Pojo Launcherniki oyga olg'a bu o'sha yangi video chiqqan video oyga olg'a videoyim va bu yerda 29-iyulda men kanalimni ochganman. Yangi video modi Galacticraft. Bu o'sha modimiz versiya 1.12 Forge faqat Java yoki Pojo Launcher uchun. Pojo Launcher ba'zi APK, Pojo Launcherning APK'si. Ko'rib turganingizdek va barcha narsalarimiz mavjud bu yerda. Bo'lmasam Mojo Launcherni qolgan dasturlarga o'tamiz. Mojo Launcherimizga ham kirib oldik. Keyingi qiladigan narsamiz bu menyudan olg'a kirish. Kirish, boshqa narsalar ham xuddi shunday. Hamma narsa o'z-o'zida va bu 1.12.2 versiyada kirgan video shunday boshqacha kiryapti. Qolgan barcha versiyasi yaxshi va o'ziga xos do'stlar. Mana o'sha Minecraft. Mojo Launcherni ham o'ynasanglar bo'ladi. Hech qanday nimasi yo'q, qisib qo'ygan tomoni yo'q, to'g'risini aytsam. Bu yerlarda serverlarga kirish bo'ladi. Afsuski 1.12 dan hech qanday serverga kirish bo'lmaydi. Ko'p serverga kirmaydi va bu yerga siz Короче, Minecraft deb yozamiz. Bo'ldi. Давайте ozgina vyjvaniya qilishim ham videoga olaman birato'la. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizlardan chiqarmanglar. Bitta bratimiz mana manida 40 ta bo'ldingiz deb yozibdilar. Men tabriklab, o'z-o'zimni tabriklab rahmat dedim. Buning uchun barcha qo'llab-quvvatlaganlarni barchasiga rahmat. 75. Qo'llab-quvvatlaganlar, meni qo'llab-quvvatlaganlarni barchasiga o'ta katta rahmat. Sizlarning sharofatlaring bilan men o'z kanalimda 40 ta obunachini o'zimga to'play oldim. Hech qanday reklamalarsiz, hech qanday yordamlarsiz o'zimga to'pladim. Buning uchun sizlar yordam berdinglar do'stlarim. Bo'lmasam keyingi qiladigan ishlarimiz ham bor. Men yana video chiqarmoqchi edim. Minecraftdagi gullan epic narsalar beradi. O'shanga ham
ozgina tayyorlanishimiz kerak. Shuning uchun bu videoni qisqaroq qilib qo'yishga majburman. Ming bor uzr. Mana Minecraftni oddiysi ham, boshqasi ham bir xil ekan. Sizlar bilan men Jesko bo'ldim. Qani video o'z nihoyasiga yetdi. Ikkala Minecraft ham o'ziga o'xshash ekan. Xullas, korotchi hammasi yaxshi, legenda desa ham bo'laveradi va bugungi video tugadi. To'g'rimi qo'y? Hammaga xayr.